Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan rus tilini o'rganmoqchi bo'lgan o'quvchilarning asosiy 3 ta savolini ko'rib chiqamiz. Birinchi beriladigan savol: rus tilini o'rganish uchun rus tilini grammatikasini o'rganishim shartmi? Rus tilida rod degan tushuncha bo'lganligi uchun otlarga biriktiriladigan sifatlar, olmoshlar hamda tartib sonlar otlarni grammatik jihatiga, ya'ni rodiga hamda soniga qarab o'zgaradi. Shuning uchun biz rus tilini albatta grammatika bilan birgalikda o'rganishga majburmiz. Lekin bu degani siz kurs davomida faqat grammatikani o'rganasiz degani emas. Sizga rus tilida so'zlashish uchun grammatikani faqat kerakli tomonlarigina o'rgatiladi. Ikkinchi savol bu: rus tilini o'rganish uchun kuniga nechta so'z yodlashim kerak? Rus tilini o'rganish davomida so'z yodlashni ma'lum bir belgilangan miqdori mavjud emas. Rus tilini o'rganishingiz uchun, rus tilida chiroyli gapirishingiz uchun o'quvchi asosan dars davomida uchragan har bitta notanish so'zni lug'atiga yozib olib, keyingi darsgacha yodlab olishi kerak bo'ladi. Ana shu bilan sekin-sekin kursning oxirigacha so'z boyligi ancha oshib qoladi. Uchinchi va eng og'riqli savol bu: rus tilida padejlarni o'rganishim shartmi degan savol. Albatta rus tilini padejlarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Chunki agar siz padejlarni o'rganmasangiz, unda hamma so'zlaringiz, ya'ni otlaringiz faqat kim va nima so'rog'iga javob beruvchi formada bo'lib qoladi. Padejlar o'zi nima? Padejlar bizga otlarni faqat kim yoki nima savoliga javob beruvchi formasidan tashqari kimni, nimani, qayerga, kim haqida, nima haqida, qayerda, qayerdan kabi ko'plab formalarda ishlatishga yordam beradi. Rus tilida gaplaringiz keng va mazmunan to'g'ri bo'lishligi uchun albatta padejlarni o'rganing.